Mahalliy xabarlarga qaytamiz. Poytaxtimizda saratonga chalingan bolalarni tashxislash, davolash va multidistsiplinar qo'llab-quvvatlash borasidagi zamonaviy yondashuvlarga bag'ishlangan Euromaster Course 2026 xalqaro o'quv dasturi ish boshladi. Unda AQSh, Kanada, Niderlandiya, Avstriya va boshqa 18 ta mamlakatdan onkolog va mutaxassislar ishtirok etmoqda. Sohiba Akromova reportaji shu haqda. Euromaster Course 2026 bolalar saratonni diagnostika va davolashga bag'ishlangan xalqaro ta'lim kursi bo'lib o'tmoqda. Bir hafta davomida bizning ishtirokchilarimiz va ushbu mahorat darslarimizga professor o'qituvchilarimiz barcha ishtirokchilarga bolalar onkologiyasida uchraydigan qattiq to'qimalardagi o'sma kasalliklari haqidagi barcha ma'lumotlarni bergan holda ularni klinik vaziyatlarda qanday o'zlarini tutishi va kelajakda ushbu kasalliklarni oldindan aniqlash va ularga kerakli yordamni berish va o'z navbatida kasalliklar bilan kasallangan bolalarga palliativ yordamni yo'lga qo'yishni maqsad qilib qo'ygan. Forumda 18 davlatdan 70 nafardan ortiq onkolog va tibbiyot mutaxassislari ishtirok etishmoqda. AQSh, Kanada, Niderlandiya va Avstriya, Sharqiy Yevropa davlatlaridan kelgan ekspertlar zamonaviy klinik yondashuvlar bo'yicha ma'ruzalar o'qishmoqda. Bolalar saratonini davolashda dunyo bo'ylab mutaxassislarning hamkorligi juda muhim. Faqat birgalikda ishlash orqali kasallikni yaxshiroq tushunish, samarali davolash va bolalarning hayot sifatini oshirish mumkin. Shu hafta davomida Toshkentda 5 kunlik treninglar o'tkaziladi. Unda miya, umurtqa va boshqa qattiq o'smalar muhokama qilinadi. Shuningdek, bolalarni davolash jarayonida ruhiy va jismoniy qo'llab-quvvatlash, palliativ yordam kabi muhim mavzular ham ko'rib chiqiladi. Kurs doirasida ishtirokchilar zamonaviy davolash protokollari, neyroxirurgiya usullari va murakkab klinik holatlar tahlili bilan tanishmoqda. Dastur interaktiv treninglar, workshoplar va multidisциплинар konsiliumlarni ham o'z ichiga olgan. Такое мероприятие было у нас ранее, год назад. В этом году мы все встретились, европейские страны и также страны Средней Азии, в Узбекистане. Сегодня у нас первый день мастер-курса. Мы очень рады, потому что такие мастер-курсы нам дают очень большую возможность укрепить знания, познакомиться с специалистами, которые в дальнейшем, то есть, нас сопровождают. И я хочу сказать то, что именно детская онкология — это такая сфера, где то есть, все страны должны вместе работать. Mutaxassislarga ko'ra, bolalar onkologiyasida faqat davolashning o'zi yetarli emas. Bemor va uning oilasini ruhiy qo'llab-quvvatlash, palliativ yordam va jamoaviy yondashuv ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Eng muhimi, Euromaster Course 2026 ning mamlakatimizda o'tkazilishi bolalar onkologiyasi sohasini rivojlantirish va xalqaro tibbiy hamkorlikni mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Sohiba Akromova, Farruxot Bosarov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.